Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, prezidentimizni 3 tumaniga bo'lgan paytda tadbirkorlar bilan doimiy ravishda uchrashuvlar o'tkazib, bu muammolarni o'rganib, qayerda ustunlik qo'yapti, xodimlar jihatidami, qiyinchilik bor joyini bank yo'nalishi bo'yicha doimiy ravishda uchrashuvlar o'tkazib keldik. Endi navbatdagi mana uchrashuvimiz kimda qanday muammo bo'lyapti, bank xodimimi yoki kimda ustunlik bo'lyaptimi, shu bo'yicha masalalar bo'lsa, yig'inlarga murojaat qilsangiz mumkin. Bank mijozimiz haddacı bir yer orta imzacı. Bize qishloq xo'jalik korxonalari, fermer xo'jaliklariga dialogiya xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Biz 300 million bizlar deputatlarimiz to'planib qolgan. Shuni undiryapmiz, imkoniyati bo'lsa rahmat. Shu o'zimizni badzi qilish uchun sharoitlarni chorvachilikka bo'yicha bizda bor 5 yil muddatga 50 milliongacha 2 yil imtiyoz davri bilan 10 milliongacha xotin qizlar uchun 23%, erkaklar uchun 25%, 2 yil imtiyoz davri naqd pulda ko'rinishda beriladi. Masala bo'lmaydi. Arzalarga Mashhurlik keng o'ylayapman. 2026 yil g'alla hosil uchun imtiyozga ajratishlar. masala beradi. Rahmat.